Multfilm bu faqat rangli personajlar harakati emas, rangli dunyo o'rtidagi haqiqat hamdir. Assalomu alaykum. Bugun biz aynan shu rangli dunyo yangiliklari bilan tanishamiz. Ismim Hurmatoy, men yangiliklarni e'lon qilishimdan oldin kanalimizga obuna bo'ling. Talabalar yaratgan animatsion film Oskar mukofotiga nomzod deb topildi. Fransiyaning Esmo animatsiya maktabi talabalari yaratgan Trash Axlat nomli qisqa animatsion film 2026-yilgi Oskar mukofotiga nomzod bo'ldi. Filmni 8 nafar yosh ijodkor birgalikda yaratishdi. Trash yemirilayotgan shahar ichida kalamush va kabutarlar o'rtasidagi quvlashmachoq haqida. Bu orqali filmda insoniyatni kelajakda nima kutayotgani, iflos muhitning oqibatlari qanday bo'lishi ko'rsatib berilgan. U Cinefest film festivalida Best in Show mukofotini qo'lga kiritganidan so'ng Oskar uchun tanlov ro'yxatiga kiritildi. Tepalik qiroli multfilmining 14-mavsumi chiqdi. Mashhur King of the Hill Tepalik qiroli multfilmi dastlab 1997-yilda efirga chiqqan va 2009-yilgacha 13 mavsum davom etgan. Serial keyinchalik, ya'ni 2025-yilda Hulu platformasida qayta tiklanib, 14-mavsumdan boshlab yangilangan shaklda namoyish etila boshlandi. Film markazida Hank Hill, Texas shtatining kichik Arlan shahrida yashovchi propan gaz sotuvchisi oddiy oila boshlig'i turadi. U xotini Peggy va o'g'li Bobby bilan birga oddiy hayot kechiradi, lekin har kuni yangi muammolar va kulguli vaziyatlarga duch keladi. Multfilmning asosiy g'oyasi oddiy inson qadrini ko'rsatib berish. Ya'ni inson super qahramon bo'lishi shart emas, o'z oilasiga, do'stlariga va jamiyatiga sodiq bo'lishning o'zi qahramonlikdir. Filmda an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy dunyo to'qnashuvi, oila, do'stlik va mehnatsevarlik mavzulari yumor orqali yoritiladi. Serialning yangi 15, 16 va 17 mavsumlari 2026-yildan boshlab tomoshabinlarga taqdim etilishi rejalashtirilgan. Kichkina Emily filmi AQSh kinoteatrlarida namoyishini boshladi. Mutaxassislar filmni yilning eng yaxshi animatsion asarlaridan biri deb atamoqda. Ushbu fransuz animatsion filmi 2025-yil 2-noyabrdan Los-Anjeles kinoteatrlarida, 31-oktyabrdan esa AQShning ayrim kinoteatrlarida namoyish etila boshlandi. Filmning keng namoyishi 7-noyabr kuni boshlanadi. Yaqinda filmning ingliz tilidagi treyleri ham taqdim etildi. Asar Animation is Film festivalida eng yaxshi to'liq metrajli film mukofotiga loyiq deb topildi va joriy yilgi mukofot mavsumining asosiy nomzodlaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Filmda 1960-yillar oxirida Yaponiyada ulg'ayayotgan belgiyalik qizaloqning o'zini anglash hikoyasi tasvirlanadi. Animakonning har bir sonida biz Aster animatsion studiyasi faoliyatidagi so'nggi yangiliklar bilan bo'lishib kelamiz. Bu safar esa yangilikning kattasi bor. Gap shundaki, uzoq kutilgan Buyuk bobolarim bolaligi nomli 10 qismli animatsion film turkumining barcha qismlari yakuniga yetdi. Multfilm ustida asosiy ishlab chiqish ishlari to'liq tugatilib, hozirda so'nggi dublyaj jarayonlari ketmoqda. Bu esa bitta narsani anglatadi: premyeraga juda oz fursat qoldi. Dublyajda iste'dodli dublyaj aktrisalari Nargiza Mirzayeva, Gulnora Jumanazarova va Mehruza G'ulomovalar ishtirok etishdi. Aynan shu ko'p qismli animatsion multfilmni tayyorlashda Aster animatsion jamoasiga juda katta rahmat aytaman. Aynan shu bolajonlarimiz uchun shunaqa ajoyib multfilmni, shunaqa ajoyib san'at asarini taqdim qilishmoqda va tez kunlarda premyerasi bo'ladi. Men aynan Ibn Sino, Bobur Mirzo buyuk bobolarimizni bolaligiga ovoz berdim. Ovoz berish jarayoni juda ham qiziqarli bo'lib o'tdi va albatta multfilmni ko'rishinglarni tavsiya qilib qolaman. Bu biz uchun ham, aziz tomoshabinlarimiz uchun ham quvonchli yangilik bo'ladi degan niyatdamiz, deydi Aster animatsiya studiyasi direktori va loyiha rejissyori Abdulatif Haydarov. Chunki animatsiya olamida bobolarimiz bolaligi haqida rangli 3D texnologiyada yaratilgan bunday film ilk marta ishlab chiqarilmoqda. Demak, yaqin orada Buyuk bobolarim bolaligi multfilmining premyerasini tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Farzandingiz nima ko'rayotganini bilib turing, chunki u nimani tomosha qilayotganini bilmasangiz, uni kim tarbiya qilayotganini ham bilmaysiz. Bitta multfilm 1000 so'zli dars o'rni bosishi mumkin. Stop olindi.